Kafi tutumsa adamning görüşsel uygulayış var. Ben aslında kırık sözde bugünkü keşfiyatını sözledim. Keşfiyatını bir konuşturup ötkettim. Kulas sözü de ben o alımla sözleşmektim. Yani kırık sözde, kulas sözde alımlar doğruluk sözleşmektim. Lakin Ramazan'ın aldıda Uygur biz WhatsApp grupsu da Amerika'daki 3 lager şahitlerine hücum kılışı ve 3 lager şahitinin ekranga çıkıp bir xil amalsız ve absuz hissiyatda sözlegenleri zadi esmemden ketmedi. Şunda qattiq ta'sir ko'rsatdi bana. Ramazan aldıda qısqa sözlep qo'ygan. Lekin men Ramazan bütün kitap yazılan to'g'rilash Qur'on o'qishlar bu kitime şoş vaqt gapirmagandim. Lekin bu aslimdan chiqmadi. Şoňaşqa men bugun bu 3 lager şahitning Uyg'urlar qo'shgan to'kpisga bir az to'xtab o'tay. Uyg'urlar bularni qo'shgan to'kpisga ma Uyg'urlar hech qilmayotdi. Ma oldida sakrab chiqqan artistlar bilan qilyotdi. Men mushlar to'g'riliq so'zlay. Sizlar mening mushu so'zim bilan bugun so'zlagan suhbatga so'zim bilan o ikkining munosabatini ulalamsizlar, sizlar qo'yib boqay. Men bu ayollarningki to'kpilarini va Uyg'urlarga hatto shaxsiylarga yetkazgan foydasidan tortib biraz so'zlab ketgan. Bu ikkini bularni so'zlasam rasmiy bir leksiya bo'lib ketadi men biraz. Birinchi 2017-yili Sharq Turkiston Uyg'uristonda Xitoy keng ko'lamda lager hazırlab, millionlagan Uyg'urlarni lagerga tashlab, qiynab, bosqinchilik qilib, ko'ydirib, o'ltirib, lager sirtidagi Uyg'urlarning uylariga Xitoylarni o'rinlashtirib, masjidlarni cheqib, Qur'onlarni ko'ydirib, har qanday Uyg'urning kimligidan direkt berdiğin narsalarni urib chiqib Uyg'urlarni tün yo'qotishni nishon qilgan irqiy qirg'inchilikni boshlagan. Chet eldagi Uyg'urlar har yerlarda dard faryod o'qidik, lekin dunyoga isbotlab berolmadik shu vaqtda biz. Mushu 3 lager shoidi Mehrgul Tursun, Zumrat Davud va Tursunay Ziyovuddin Amerika kelib guvoh bergandan keyin endin dunyo buningga diqqat qildi. Dünyanın dikkatini bu irqiy qirg'inchilikqa fokuslandırgan mushu 3 lager bo'lmaganda hozirgi dunyoning dikkati bunda bo'lmasdi. Ikkinchi, mushu 3 lager shoidining guvoh berishi bo'lmagan bo'lsa, Amerika hukumati Sharq Turkiston Uyg'uristondagi qirg'inchilikni irqiy qirg'inchilik deb bekitmadi. Amerika hukumati bir yurish Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga munosabatli qonunlarni ma'qullanmadi. Xitoyga hozirgidek jazo tadbirlarini qo'llanmadi. Mushu 3 lager shoidi Amerika xalqini uyg'otish, qonunlarni ma'qullash va amallashtirishning dastlabki qo'zg'atish kuchi bo'ldi. İkinci, mushu 3 lager shoidining guvoh berishi bo'lmagan bo'lsa, Amerikadagi ikki partiya birlashib Xitoyga qarshi bir yurish qattiq iqtisodiy va diplomat jazolarni qo'llanmadi. Ma'lum nuqtada aytganda, Amerikadagi ikki partiyani mushu 3 lager shoidi Xitoyga qarshi turishda birlikka akeldi. Amerikaning Osiyo siyosatiga yo'shurun ta'sir ko'rsatdi. To'rtinchi, mushu 3 lager shoidining ta'siri Amerika Xitoyga qarshi keskin qarorlarni chiqargan bo'lg'achqa Avstraliya, Kanada va G'arb davlatlari Amerikaga ergishib Xitoyga qarshi birliklab qurdi va Xitoyga qarshi jazolarni yurgizdi. Agar bular bo'lmagansa bu bo'lmasdi. 5. Mushu 3 lager shoid bo'lmagan bo'lsa, BDT'da Uyg'urlar to'g'riliq suhbatlar echilmadi. Dunyoning mashhur gazet va jurnallarida yuzlarcha maqolalar yozilmadi. Nurg'un kitoblar besilmadi. Har xil hujjatli filmlar ekranga chiqmadi. 6. Mushu 3 lager shoidi bo'lmagan bo'lsa, Erkin Osiyo radio stansiyasining Uyg'ur bo'limining programmalari hozirgida kengaytirilmadi. G'arbning diqqatini qo'zg'amadi. Erkin Osiyo Radio RFI dikining Erkin Osiyo radio stansiyasining diki Uyg'urlar sizlarning kiriminglarda mushu 3 lagerning haqqi bor va xizmat natijalaringlarda mushu 3 lagerning to'kisi bor.
Beşinci, muşu 3 lager şahidi bulmagan bolsa UHRP, Uygur Kişilik Project, Ömer Kanat onun direktörü hazır. UHRP'nin programları hazırkıda kengaytılmakta ve bu yerdeki Uygur hizmetçilerinin maaşı hazırkıda ösmekti. Ömer Kanat mı hazırkıda o şehirden bu şehirge uçup jürelmekti. UHRP'deki Uygurlar ve Ömer Kanat sizlerinin kırmınlarda muşu 3 lagerinin hakkı var ve hizmet neticelerinlerde muşu 3 lagerinin töpüsü var. 8. Muşu 3 lager şahidi bulmağımızda Dünya Uygur Kurultayının kirimleri hazırkıda köp bulmadı ve nurgu faaliyetlerini kılalmadı. Şimdi bu faaliyetlerinin tolsuyla müstakilliğini setiş o başka mesele. Dünya Uygur'un reisi Dolkunmu hazırkıda o devletten bu devletke uçup Uygur davasını bir köngül içi sayahatga aylandıramadı. 4. Nuri Türkiye hazır Amerika Halk Ara Dini Erkinlik Hükümetinin reisi. Ben reis bolganda Nuri Türkiye'ye alayda telefon kılıp tebrikledim. Lekin muşu 3 lager şahidi Amerika'nın dikkatini muşu derecede Uygurlarga merkezleştirmegen bolsa Nuri Türkiye'nin hazırki mensibiga erişemedi. 10. Rusya Abbas'ın Campaign for Uygur Çin'deyken teşkilatı var. İnnidinin pulga erişemedi ve hazırkıda keng coğrafya faaliyet kılanmadı. Bular hem de bu üççüge bulardan kelgen yardım asasiyetten yok değilsen bular. Bu üççüge asas yardım kılvatka Uygur Amerika birleşmesi, İlfidarcık yardım kıldı bular. Bu üççügede başka da bular yardım kıldığını yok. Şu aşkı ben bular. İlfidar yardım, Uygur Amerika birleşmesi biraz bularının ihtiyacı çıkıdı. Lekin Uygur alımı birleştirilmiş mi? Bularını rencitken yerleri var. Kalganlarınla muşularga yardım kıldınlar mı? Uygur Amerika birleşmesinden başkasında var. Mayaka bayık men degen hemimiz erken ray. Muşularga men UI Project, Erkin Asya diyor ki Rusya'nın teşkilatı hemmisinde var. Kalgınınlar muşularga yardım kıldınlar mı? Yançıgınlarga dolar kirgende, dünyanın piqirab sayahat kılganda, yığınlarga katnaşkanda, ziyafetlerde özürlengende, siyasetçiler bile resim uçup torlarga çıkarganda, muşu 3 lager şahitlerini esledinlar mı? Yılda ayda bularının aldığa kilip bizning kirmimizde hazır keçiriyotgan yaxshi turmushimizda sizlarning haqqinglar bor deb altılar yardım kıldınlar mı? Birer qitim bularni oshxonaga akirib mehmon qildinglar mı? Muşlarning ahvolini so'rashni maqsad qilib telefon qilib baqdinglar mı? Muşlarga sizlarga nima kerak deb hol so'rdinglar mı? Muşlarning qadriga yetdinglar mı? Yoki bularni faqat o'zinglarning manfaat uchun foydalanadigan bir vaqtliq vosita deb o'ylamsizlar. Bütün dünyadaki Uygurlar şunu bilip kılınlar. Hazırki Uygurlarının Amerika Xalqının Sovyetini dastlabda qo'zg'ollanmış üçü. Şunun bilen her qandaq Uygurlar bularni şunun bilen anlap qo'yinglar. Her qandaq ular bularning yiniga barganda faqat bularning ahvolini so'rashga beringlar. Bularga yiliqidek ayyiplab, düngeşlab, tillashga bormanglar. Bularni qadrlanglar. Bu qahramonlar Uygur ayollarga, bu qahramon Uygur ayollarga hurmatinglarni bildirishga beringlar bularni oldiga. Bularga popuza qilmanglar. Ben şunun bilen bugungi suhbatim mishada so'zlab buldum.